Assalomu alaykum, Vodiy Biznes YouTube kanalimizda hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda mana shu uyimizni chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Biz sizlarga qulay va arzon narxda mana shu uyimizni topib qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa umumiy sotiga 20 sotikdan oshiqroq deyishyapti. Xudo xolasa 20 sotikka kelishsalang bo'laveradi. Yana bitta qulayligi, katta yo'lga, asosiy trassaga 100 metr xolos chiqsalar, o'sha katta trassa bo'ylab o'sha mana shu joyni sentriga olib chiqadigan yo'lga juda yaqin joyda joylashgan. Gazlari yo'q, lekin toklarda muammo yo'q. Yangi stalbalar, mana kabellar ham o'sha katta kabellardan tushgan ekan. Bu joylarga gaz oldin bo'lgan, endi hozir yo'q ekan, lekin toklarda xudo xolasa muammo yo'q. Eng zo'r tarafi o'ta barhavo joyda joylashgan. Qaranglar, hozir ham shabadalar kelib turibdi. Juda toza havo, allergiyasi bor, shunaqa insonlar bo'ladigan bo'lsa kelib, shuni olib yashasalar ham bo'laveradi. Narxi sababi juda qulay. Bitta quruq yerda sotiladigan narxiga butun boshli uyi bilan berishyapti. Bu xonadonimiz umumiy xonasi 11 ta ekan, 8 tasi bitgan, yashasalang bo'ladi, 3 tasi chala holatda. Uni ham bitirib olsalang, общий 11 ta xonadan iborat uyimiz. Alohida bitta darvozaxona, undan tashqari pastki qismda mashina qo'yish uchun garajlarni ham joylashtirib qo'yishgan. Yana bitta ma'lumot, bu uyimiz eski uy emas, 2018-yilda qurib bitkazilgan ekan, sinchli uy holatda bo'lgan. Betonlarni ham qaranglar. Balandligi paddushkasi alohida, undan tashqari 1 metr qilib, baland qilib qilingan ekan. Archalar ekib qo'yishgan. Chiroyli bo'lib manzarali holatga kelgan. Endi uyimizni sizlarga ichkarilarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Tashqi fasadlariga o'sha shpaglovkalarni tortib qo'yishgan, bitta ustidan travetini yo bir nima qilsalaring juda yangi holatga keladi. Darvozamiz ham zo'r holatda turibdi, bitta yuvilsa bo'ldi. Hech qanaqa bir zanglagan boshqa joyi yo'q ekan. Qalin listlardan yaxshi materiallardan qilingan darvoza ekan. Darvozaxonadan kirib kelganlaringda mana shunday holatda joylashgan. O'ng tomonda 4 ta xona, chap tomonda 4 ta xona yashaydigan holatdagisi. To'g'rida bitta ko'rsating, shu to'g'rida eshik derazasi, oynaklari singan xonamiz 11 metrlikda mehmonxona ekan, o'shasi bitgani yo'q. To'g'rida yana omborxona sifatida foydalansalar ham bo'lar ekan. Yana bitta qulayligi, 3 ta podvali bor ekan. O'sha to'g'ridagi 11 metrli uyimiz tagi ham podval, mana bu joydan ham mana shu ikkita xonamizni katta taglari podval qilib joylashtirilgan. Umumiy xullas 3 ta podvallari bilan yashaydigan holat xonalarning ichlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana shu kirib kelganlaringda mana o'ng qo'lda bunisi asosiy bitta xona, mana bu bir uy, bir oshxona, bitta joydan kiriladigan holatda joylashgan ekan. Uyning ichlarini remonti o'rtacha holatda, oddiy qilib o'sha vadaminsonni oqlab qo'yishgan, lekin et-betini to'g'rilab bemalol kelib yashasa bo'ladigan holatda joylashgan. Yana bir zo'r tomoni bog'larigacha bor ekan. Qaranglar, shabadalar kelib turibdi, chiroyli holatda. Mana bu joyda ham bitta xonamiz bor. Undan tashqari tepaga mana chiroyli joy qilib qo'yibdi. O'sha yerga stol-stullar qo'yib, manzaralar tomosha qilib o'tirsalar bo'ladi. Olma mevalari bor, bodomlari bor mana. Hammasi mevaga kirgan. Mana bu joyda bodom bog' ekan mana. Bu tarafda uzumlari bor, orqa taraflarida. Xullas juda chiroyli holatda. Ekin ekilgan joyi 10 sotikdan oshiqroq joyda joylashgan ekan. Uyimizda tushgan joyi o'sha 10 sotik. Xullas umumiy 20 sotikka pulini kelishsalang bo'laveradi. Dokumentlarda hech qanaqa muammo yo'q. O'zlaring kelsalang, notariusda pulini sanasalang bo'laverar ekan. O'tkazib bitta kadastr qilib olsalang juda yaxshi holatda qilingan, baland qilib solingan. Uyimiz endi ozgina rasxodlari bor, eshik derazalarni almashtirib olsalang o'zlaringga yashash uchun bitta joy bo'lib qoladi. Dokument eng zo'r tarafi, dokumentlarda hech qanaqa muammo. Yana bitta qulayligi, variantga ham beraveramiz deyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, 60 ming dollar ekan. Mana shunday holatda ozgina tushib berishar ekan, naqd pul bo'lsa. Agar variantga olishadigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, narxlariga ozgina, endi variantligini hisobiga narxiga ozgina qo'shilib qoladi deyapti. Xullas kelishamiz ham manzilda aytib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Qo'rg'oncha degan qishloqda joylashgan. Shu atrofga yaqinroq joydan pul ushashga olib qo'ysalaring ham 2 oy, 3 oy o'tkazib agar sabr qilib sotadigan bo'lsalar, ustida ancha foydasi bor. Xullas, raqamlarni pastga qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib ham variantga ham, naqd pulga ham savdo qilishaveradi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqangi uylaring yoki quruq joylaring bo'lsa sotiladigan, shu Farg'ona viloyati bo'yicha telefon qilaverasizlar. 1 so'm pulsiz borib, xolis reklama qilib beraveramiz. Murojaat qilaverasizlar.